Siz ili bargan kurashning mahiyati, maqsadi nima? Mustaqillik yoki avtonomiya bo'ladi? Avtonomiya Uyg'urlarga berilgan. Lekin Uyg'ur avtonomiya degan gapni Xitoy ijro qilmadi. Biz faktik avtonomiya. Öz taqdirini o'zi belgilashtirdik. Öz taqdirini o'zi belgilashtirdik. Uyg'urlarni terrorist deb tillayotgan Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti deb atılgan Xitoy hokimiyati shu hokimiyatdan bizni terrorist deb atayotir. Hozir Xitoy xalqini tutqun qilyapti Xitoy. Beijingning o'zida taraf-tarafga kameralarni bekitib ko'chirib ketib baq. Masalan, Falun Gong degan Xitoy. Uni tutqun qilyapti hozir. Ularni nurg'un o'ltiryapti. Shu hamda Xitoy bilan savdo qilish masalasiga kelgan vaqt uni bir xalq emasmi? Onun eskisi mi var, yaxşısı mı var? Endi yana qandaq gaplar var, tügügen bolsa pulunu yıqqaştırayım.